Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga mana Mustang brendi ostida yasalgan o'sha hamma so'ragan universalni burchak oluvchini ostidagi ishlashini ko'rsatib beramiz. Oladiganimiz bittada 6 ta uradigan burchak oladigan. Birinchisi 3x3 ham 3x3 ham 3x1.2 uradi. Keyin 90 gradusimiz bo'ladi. Yana bitta 90 gradus xora ошибkalar uchun bu. Keyin ikkita 45 gradusimiz bo'ladi. Keyin 3x3 oxiri 3x3 uradigan, 3x1.2 uradiganimiz bor. Yoz burchagini olib ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. Oxiri tugashi ikkita 45lisi, bitta 90, bitta 90 yopiladigan boshi 1.2. Ko'rishinglar mumkin ustakalar mana hech qatini g'ajib qo'ygani yo'q. Bittada o'sha 5 ta 6 ta o'sha o'zingizlar xohlagan razmerga qo'yib turib urishinglar mumkin. Liniyasi ham bitta ustakalar, chiqib qolmaydi yo kirib qolmaydi graduslari. To'shna mana shu yerdan tuksanglar, bu yerdan tuksanglar. To'shna to'g'ri keladi desanglar. Liniyalari bir xil tushar ekan, ustaka shunaqa qilib. Liniyasi bitta tushadi. Buniyasi to'g'ri chiqadi. Stanogimizda ancha ishinglar tez va sifatli bitadi. Glavnisi vaqtdan ancha yutasizlar. Kimga shunaqa stanoglar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, tez va sifatli yetkazib beramiz.